Ko'pchilik ota-onalar adenoidni qanday olasiz, lazer yordamida olasizmi deb savol berishadi. Yo'q, biz lazer yordamida olmaymiz. Hozirgi kunda eng zamonaviy endoskop ostida mana bunaqa shaver asbobi yordamida olamiz. Bu shaver qanday vazifani bajaradi? Adenoid to'qimasini maydalab oladi va bu bemorlar uchun xavfsiz va samarali, ishonchli usul hisoblanadi. Ekranga ham ko'rsatildi, adenoid to'qimasini ko'rsatib qo'ydik. Va hozir olish jarayonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Adenoidni olyapsiz. Olish jarayoni qanday bo'ladi? Adenoid to'qimasini maydalab so'rib olyapsiz. Bu hozirgi yuqoridagi eng zamonaviy adenotomiya usul hisoblanadi. Adenoid olinishi lazer yordamida bunaqa olish iloji yo'q, hurmatli ota-onalar. Lekin biz olib bo'lganimizdan so'ng adenoid to'qimasini tagini lazer yordamida kuydirib beramiz. Qaytib o'smasligi uchun va oxirida tugagandan so'ng olinib bo'lgan jarayonni ko'rsatib o'tamiz. Aksiyamiz yakunlandi. Hurmatli o'quvchilar, ko'rib turganingizdek adenoid to'qimasini olib tashladik. Tagi kuydirilgan. Nasib bo'lsa mana endi bemorni biroz qilib nafas oladi. Operatsiya davomiyligi 10 daqiqa atrofida bo'ldi. Bemor hech qanday og'riq sezgani yo'q. Umumiy og'riqlantirish ingalyatsiya narkoz ostida bajarildi. Hammaga rahmat. Operatsiyamiz tugadi.